Uy jim edi, lekin bu tinchlik emas edi. Bu baqiriqdan keyingi jimlik edi. Qadrli narsa abadiy yo'qolganidan keyingi bo'shliq edi. Nozima karavotda yotar, yuzi oqarib ketgan, ko'zlari ochiq edi, lekin hech narsani ko'rmasdi. Qo'llari qornida edi, lekin u o'rganib qolgan og'irlik endi yo'q edi. Chaqaloq yo'q edi. Nozima farzandini yo'qotgan edi. Shu yo'qotish bilan butun oila oyoqlari ostidagi yer silkinayotganini his qildi. Onasi uning yonida o'tirar, gapirmasdi. Chunki bu bo'shliqni to'ldiradigan qanday so'z bo'lishi mumkin edi? U faqat Nozimaning qo'lini ushlab, bosh barmog'i bilan sekin qizining bo'g'imlarini silardi. Go'yo unga eslatmoqchi edi: "Sen hali shu yerda, hali tirik, hali sevilgan." Lekin Nozima qimirlamadi. U shiftga tikilar va xayolida har bir orzusini, har bir umidini, har bir kelajak tasavvurini qaytadan yashar edi. Endi bu orzularning boradigan joyi yo'q edi. Qayg'u uzoq vaqt jim turmadi. Ko'p o'tmay ayb burchaklarda emaklay boshladi. Qarindoshlar shivirlashardi. Kimdir Nozimani beparvo deb aybladi. Kimdir uning kuchli emasligini aytdi. Hech kim bu shafqatsiz so'zlarni uning yuziga aytmadi. Lekin Nozima ularni baribir his qilardi. Ular uning allaqachon singan yuragiga sovuq va o'tkir bo'lib sanchilardi. Ammo keyin kutilmagan narsa yuz berdi. Farhodning onasi, o'sha doim qattiq qo'l va kechirmas bo'lib ko'ringan ayol xonaga kirib keldi va o'tirdi. Uning yuzi qattiq edi, lekin ko'zlari ho'l edi. U bo'mbo'sh tasalli bermadi. Buning o'rniga u Nozimaga qarab sekin ovozda dedi: "Men bu nima ekanini bilaman. Men ham farzandlarimni yo'qotganman, birdan ortiq." Xona jim bo'lib qoldi. Hech kim uning bu so'zlarini eshitmagan edi. Uning qattiq so'zlari va qattiq talablari ortida shunday chuqur yara bor ediki, u buni g'azab ortiga yashirishni o'rgangan edi. Ammo endi kelinining xuddi shunday azob chekayotganini ko'rib, bu yara yana ochildi va birinchi marta Nozima qaynonasini dushman emas, balki xuddi o'ziga o'xshash qayg'uning omon qolgani sifatida ko'rdi. Nozimaning onasi bu munosabatni diqqat bilan kuzatdi. U Nozima hali o'rganmagan bir narsani tushunardi. Nikoh ertak emas. Bu faqat sevgi va romantika haqida emas. Bu ikki oilaning bir-birining dardini ko'tarishni o'rganish haqida. Va hozir bu uydagi har bir kishi o'ziga yuklangan og'ir yukni ko'tarib yurardi. Keyingi kunlar Nozima uchun g'alati va loyqa o'tdi. U uy ichida sharpadek yurar, narsalarga tegib qo'yar, lekin ularni his qilmasdi. Ovqat yeyar, lekin ta'mini bilmasdi. Gapirar, lekin nimani aytayotganini anglamasdi. Onasi uni qayg'u bilan yolg'iz qoldirishdan bosh tortdi. U Nozimani tashqariga olib chiqdi. Mahalla bo'ylab sayr qildi. Gullarni, o'ynayotgan bolalarni, tepadagi moviy osmonni ko'rsatdi. Avvaliga Nozima bundan norozi bo'ldi. U karavotda yotib, qayg'usiga g'arq bo'lishni xohlardi. Ammo onasi qattiq edi. U dedi: "Hayot seni ranjitdi deb yashashni to'xtata olmaysan. Harakat qil, chunki turg'unlik davolamaydi." Shunday qilib Nozima yura boshladi va asta-sekin tashqi dunyo yana unga haqiqiy bo'lib ko'rina boshladi. Keyin onasi uni oshxonaga olib kirdi. Bu oddiy narsa edi: un, suv, sariyog', sabr. Ammo Nozima uchun peshtaxta oldida turib, xamirni qo'llari bilan yo'g'irganida nimadir o'zgardi. U hech qachon uy ishlariga usta bo'lmagan. U har doim sabrsiz, tez shikoyat qiladigan, tez taslim bo'ladigan bo'lgan. Ammo endi yo'qotadigan hech narsasi qolmagan va himoya qiladigan bolasi qolmagan holda u o'rganishni xohladi. U o'z qo'llari bilan biror narsa yasashni xohladi, non bo'lsa ham. Onasi uni muloyimlik bilan boshqarib, qanday qilib xamir yo'g'irishni, kutishni va jarayonga ishonishni ko'rsatdi. Va birinchi marta tushukdan keyin Nozima o'zida kichik, sokin bir ma'no his qildi. Bu baxt emas edi. Bu sog'ayish emas edi. Ammo bu umidsizlikdan boshqa narsa edi. Farhod o'sha kuni kechqurun uyga kelib, Nozimani oshxonada topdi. U boshqacha ko'rinardi. Charchagan, lekin ayni paytda diqqatli. Nozima unga o'zi tayyorlagan ovqat solingan likopchani uzatdi. Uning qo'llari biroz titrardi, lekin u jilmaydi. Bu jilmayish singan piyolaga o'xshardi. Ehtiyotkorlik bilan yelimlangan. Farhod likopchani oldi va unga qaradi. U chuqur va ma'noli bir narsa demoqchi edi, ammo so'zlar kelmadi. Buning o'rniga u shunchaki yedi va uni maqtadi. U shirinlik mazali ekanligini aytdi.
U undan faxrlanishini aytdi. Keyinroq onasi uni chetga olib borib pichirladi. Maqtashda davom et. O'zini ko'rgan va qadrlanayotganini his qilgan ayol deyarli hamma narsaga chiday oladi. Ammo ko'rinmaydigan ayol qurib qoladi. Farhod bosh qo'ydi. U tushundi. U har kuni uning ovqatini, mehnatini, kichik g'alabalarini maqtaydi. U unga har kuni uning hali go'zal, hali qadrli va hali sevilgan ekanligini eslatadi. Ammo Nozimaning onasi bu sokin yuzaki xotirjamlikka aldanmadi. Uy jim edi, lekin bu tinchlik emas edi. Bu baqiriqdan keyingi jimlik edi. Qadrli narsa abadiy yo'qolganidan keyingi bo'shliq edi. Nozima karavotda yotar, yuzi oqarib ketgan, ko'zlari ochiq edi, lekin hech narsani ko'rmasdi. Qo'llari qornida edi, lekin u o'rganib qolgan og'irlik endi yo'q edi. Chaqaloq yo'q edi. Nozima farzandini yo'qotgan edi. Shu yo'qotish bilan butun oila oyoqlari ostidagi yer silkinayotganini his qildi. Onasi uning yonida o'tirar, gapirmasdi. Chunki bu bo'shliqni to'ldiradigan qanday so'z bo'lishi mumkin edi? U faqat Nozimaning qo'lini ushlab, bosh barmog'i bilan sekin qizining bo'g'imlarini silardi. Go'yo unga eslatmoqchi edi. Sen hali shu yerda, hali tirik, hali sevilgan. Lekin Nozima qimirlamadi. U shiftga tikilar va xayolida har bir orzusini, har bir umidini, har bir kelajak tasavvurini qaytadan yashar edi. Endi bu orzularning boradigan joyi yo'q edi. Qayg'u uzoq vaqt jim turmadi. Ko'p o'tmay ayb burchaklarda emaklay boshladi. Qarindoshlar shivirlashardi. Kimdir Nozimani beparvo deb aybladi. Kimdir uning kuchli emasligini aytdi. Hech kim bu shafqatsiz so'zlarni uning yuziga aytmadi. Lekin Nozima ularni baribir his qilardi. Ular uning allaqachon singan yuragiga sovuq va o'tkir bo'lib sanchilardi. Ammo keyin kutilmagan narsa yuz berdi. Farhodning onasi, o'sha doim qattiq qo'l va kechirmas bo'lib ko'ringan ayol xonaga kirib keldi va o'tirdi. Uning yuzi qattiq edi, lekin ko'zlari ho'l edi. U bo'mbo'sh tasalli bermadi. Buning o'rniga u Nozimaga qarab sekin ovozda dedi: "Men bu nima ekanini bilaman. Men ham farzandlarimni yo'qotganman, birdan ortiq." Xona jim bo'lib qoldi. Hech kim uning bu so'zlarini eshitmagan edi. Uning qattiq so'zlari va qattiq talablari ortida shunday chuqur yara bor ediki, u buni g'azab ortiga yashirishni o'rgangan edi. Ammo endi kelinining xuddi shunday azob chekayotganini ko'rib, bu yara yana ochildi va birinchi marta Nozima qaynonasini dushman emas, balki xuddi o'ziga o'xshash qayg'uning omon qolgani sifatida ko'rdi. Nozimaning onasi bu munosabatni diqqat bilan kuzatdi. U Nozima hali o'rganmagan bir narsani tushunardi. Nikoh ertak emas. Bu faqat sevgi va romantika haqida emas. Bu ikki oilaning bir-birining dardini ko'tarishni o'rganish haqida. Va hozir bu uydagi har bir kishi o'ziga yuklangan og'ir yukni ko'tarib yurardi. Keyingi kunlar Nozima uchun g'alati va loyqa o'tdi. U uy ichida sharpadek yurar, narsalarga tegib qo'yar, lekin ularni his qilmasdi. Ovqat yeyar, lekin ta'mini bilmasdi. Gapirar, lekin nimani aytayotganini anglamasdi. Onasi uni qayg'u bilan yolg'iz qoldirishdan bosh tortdi. U Nozimani tashqariga olib chiqdi. Mahalla bo'ylab sayr qildi. Gullarni, o'ynayotgan bolalarni, tepadagi moviy osmonni ko'rsatdi. Avvaliga Nozima bundan norozi bo'ldi. U karavotda yotib, qayg'usiga g'arq bo'lishni xohlardi. Ammo onasi qattiq edi. U dedi: "Hayot seni ranjitdi deb yashashni to'xtata olmaysan. Harakat qil, chunki turg'unlik davolamaydi." Shunday qilib Nozima yura boshladi va asta-sekin tashqi dunyo yana unga haqiqiy bo'lib ko'rina boshladi. Keyin onasi uni oshxonaga olib kirdi. Bu oddiy narsa edi. Un, suv, sariyog', sabr. Ammo Nozima uchun peshtaxta oldida turib, xamirni qo'llari bilan yo'g'irganida nimadir o'zgardi. U hech qachon uy ishlariga usta bo'lmagan. U har doim sabrsiz, tez shikoyat qiladigan, tez taslim bo'ladigan bo'lgan. Ammo endi yo'qotadigan hech narsasi qolmagan va himoya qiladigan bolasi qolmagan holda u o'rganishni xohladi. U o'z qo'llari bilan biror narsa yasashni xohladi, non bo'lsa ham. Onasi uni muloyimlik bilan boshqarib, qanday qilib xamir yo'g'irishni, kutishni va jarayonga ishonishni ko'rsatdi. Va birinchi marta tushukdan keyin Nozima o'zida kichik, sokin bir ma'no his qildi. Bu baxt emas edi. Bu sog'ayish emas edi. Ammo bu umidsizlikdan boshqa narsa edi. Farhod o'sha